Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz kuzatuv natijalarini ishlab chiqish, qayd etish va meteorologik kuzatuvlarni tashkil etish. Reja: meteorologik kuzatuvlarni tashkil etish. Kuzatuv natijalarini ishlab chiqish va qayd etish. Kuzatuvlar natijalaridan foydalanish. Meteorologik kuzatuvlarni tashkil etish. Aniq va ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun yo'l meteorologik postlarida kuzatuv ishlari olib borishda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak. Kuzatuvchi shaxsan o'zi ko'rgan va o'lchagan ma'lumotni qayd etishi zarur. Boshqa shaxslardan olingan ma'lumotlarga tayanmaslik kerak. O'lchov asboblaridan olingan o'lchovlarni boshqa hisob-kitob yoki uslubda aniqlangan ma'lumotlar bilan almashtirmaslik kerak. Kuzatuvlar bir xil uslubda, belgilangan tartibda va ketma-ketlikda olib borilishi zarur. Kuzatuvlar ishlatish uchun soz holdagi va to'g'ri o'rnatilgan asboblarda olib borilishi shart. Meteorologik postdagi o'lchov asbob-uskuna jihozlarini batartib va toza holda saqlash va ularni ehtiyotlab ishlatish kerak. Yo'l meteo postlarida kuzatuvlar mahalliy vaqt hisobi bilan olib borilishi kerak. Meteo postda ishonchli va vaqtni aniq ko'rsatadigan soat bo'lishi shart. Yo'l postlarida meteorologik kuzatishlar kuzatuvchilar tomonidan olib borilishi kerak. Kuzatuvchilar yo'l korxonasi bosh muhandisi rahbarligida faoliyat ko'rsatadilar. Kuzatuv ishlarini olib borishga o'lchov asboblari tuzilishi, kuzatish ishlari tartib-qoidalari bilan tanish xodimlar jalb etiladi. Qish mavsumi boshida meteorologik postlarida kuzatuv olib boruvchi xodimlar bilan o'lchov asboblari tuzilishi, kuzatishlar o'tkazish qoidalari, ma'lumotlarni qayd etish tartibi haqida o'quv mashg'ulotlari o'tkazilishi kerak. Atmosfera yog'inlari boshlanishi va to'xtashi bo'yicha kuzatuvlar doimo olib boriladi. Agar kuzatuvchi tomonidan yog'in yog'ishi aniqlansa, jurnalning tegishli grafasida yog'in boshlangan vaqt, yog'in turi qayd etiladi. So'ng kuzatuvchi tomonidan termometr bilan havo harorati, flyuger yordamida shamol tezligi va yo'nalishi aniqlanadi. Sirpanchiq tugagunga qadar bunday kuzatuvlar har soatda olib boriladi va natijalar jurnalda qayd etib boriladi. Yog'in to'xtaganda to'xtash vaqti jurnalda qayd etiladi, yog'in o'lchovchi idishlar almashtiriladi, yoqqan yog'in miqdori o'lchanadi. Qoplama holati yuzasidan kuzatuvlar yog'in boshlangan paytdan boshlab sirpanchiq tugagunga qadar olib boriladi. So'ng sirpanchiqning bartaraf etilgan vaqti qayd etiladi. Havo harorati bo'yicha kuzatuvlar uning darajasini aniqlash bilan olib boriladi. Daraja ko'rsatkichlari termometrdan 0,5 aniqlikda o'lchov ustunidagi eng yaqin bo'lim ko'rsatkichidan olinadi. Termometrdan ko'rsatkichlar olishda quyidagi qoidalarga rioya etish. Termometrni shtativdan bo'shatib olmaslik. Kuzatuvchining ko'zi kapillardagi suyuqlik ustunchasi shkalasida ko'rsatayotgan bo'lim ko'rsatkichi bilan bir to'g'ri chiziqda bo'lishi. Spirtli termometrda ko'rsatkichlarni meniskning qayrilgan qismida eng quyi belgisidan olinish. Simobli termometrlarda esa simob ustunining eng yuqori belgisidan olinish. Termometrlarning issiqlikka sezgirligi sababidan ko'rsatkichlarni tezlik bilan rezervuarga qo'l yoki fonarni tekkizmay, nafas olish bilan ta'sir etmay olish kerak. Havo harorati -36 gradusdan pasayganda simob termometrlarni uy ichki xonasiga olib kirib qo'yish kerak. Havo harorati shunday tartibda kuzatiladi. Termometr ko'rsatkichi o'lchanadi va natijasi yozib olinadi. Termometrdan olingan ko'rsatkichlar maxsus ish jurnali qayd etib qo'yiladi. Yozuvlar qayd etilayotganda birlik qismlari vergul bilan ajratib qo'yiladi. Yo'l meteo postlarida shamol tezligi va yo'nalishini aniqlash uchun 2 minutli oraliklarda tezliklarning o'lchangan o'rtachasi hamda nalishlarning o'rtachasi olinadi. Shamol yo'nalishi quyidagi 6-rasm. Shamol yo'nalishi ko'rsatkichi tebranishlari A, B, flyuger taxtachasi tebranishlari V, G tartibda aniqlanadi. Kuzatuvchi machtaga yaqin kelib, ko'rsatkich ostiga turadi. So'ng 2 minut davomida uning tebranishlari bo'yicha bu tebranishlarning o'rtacha holatiga to'g'ri keluvchi rumb aniqlanadi.
Yo'nalish ko'rsatkichi 16 ta rumb, 8 shrift va 8 oraliq shrift orqali aniqlanadi. Agar flyugarka ko'rsatkichi tebranish paytida shriftlardan biriga tekkan o'rtacha holatga to'g'ri kelib qolsa, shamolning yo'nalishi mana shu shrift tomoniga yo'nalgan bo'ladi. 6-rasm A bandi. Agar o'rtacha holatda ko'rsatkich shriftlarga tegmasa, shamol yo'nalishi 3 harfli rumb bilan belgilanadi. 6-rasm B bandi. Shamol tezligini o'lchash uchun kuzatuvchi flyugarkaga perpendikulyar ravishda machtadan uzoqlashadi va flyugarkadagi taxtachaning 2 minut oralig'idagi tebranishlarini kuzatib, shu vaqt mobaynida taxtachaning shrift yoki shriftlar atrofidagi o'rtacha o'rni aniqlanadi. Shriftlar pastdan yuqoriga qarab 0 dan 7 gacha raqamlanadi. Qisqa shriftlar toq, uzun shriftlar esa juft raqamlar bilan raqamlanadi. Shamol tezligi flyuger taxtachasining holatiga binoan birinchi jadvalga asosan aniqlanadi. Agar taxtacha 0 shriftda harakatsiz tursa, bunda shamol yo'nalishi qayd etilmaydi. Maxsus ishchi jurnali tegishli grafalarda shamol yo'nalishi ikkinchi jadvalga asosan bosh harflar bilan, shamol tezligi va shrift nomeri esa birinchi jadvalga asosan yozib qo'yiladi. Atmosfera yog'ini ustidan kuzatuvlar yog'in turini va yoqqan yog'in miqdorini aniqlashdan iborat. Yog'in turi ko'z bilan kuzatish orqali aniqlanadi. Yo'l meteopostlarida qor, ho'l qor, yomg'ir, qor bo'roni kabi yog'in turlari hisobga olinadi. Yomg'ir bulutlardan yoqqan tomchisimon shakldagi suyuq yog'in. Yomg'ir tomchilari turli xil o'lchamda bo'ladi. Yirik yomg'ir tomchilari diametri bir necha millimetrgacha bo'ladi. Quruq taxtachaga tushganda bunday yomg'ir 48-49 tomchilari ho'l dog' izini ko'rsatadi. Ba'zida tomchilar shu qadar mayda bo'ladiki, hatto ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydi. Bunday yog'inda quruq taxta yuzasi bir tekisda sekinlik bilan nam bo'lib boradi. Bunday yog'in turi bulduruq deyiladi. Ba'zida yog'inlar mayda, qattiq, tovlanuvchi shaklda yog'adi. Barcha bu yog'inlar yomg'ir belgisi bilan belgilanadi. Qor qattiq yog'in hisoblanib, osmondagi bulutlardan har xil shakl va o'lchamdagi qor zarralari ko'rinishida yog'adi. Ko'proq yulduzcha shaklida, ba'zida yirik yoki tayoqchasimon oqish rangda, yumshoq, murt, tez eziluvchan bo'ladi. Kuzatuvchi yog'in turini, boshlanishi va tugash vaqtini belgilaydi. Bu ma'lumotlar ishchi jurnalning tegishli grafasida qayd etib qo'yiladi. Yog'in miqdori gorizontal sirtga yoqqan yog'inning suvga aylanishida hosil bo'lgan suv miqdori bilan millimetrlarda o'lchanadi. Yog'in miqdorini o'lchashda Tretyakov yog'in o'lchov asbobidan foydalaniladi. Yog'in miqdori quyidagicha o'lchanadi. Yog'in to'xtagandan so'ng yog'in o'lchagichdagi idishlar almashtiriladi. Buning uchun kuzatuvchi qopqog'i yopilgan idishni oladi. So'ng yog'in o'lchagichdagi yangi olib kelgan idishni qopqog'ini ochib qo'yadi. Yog'in o'lchagichdan olingan idishni xonaga olib kirib ketiladi. Idish ichida suyuq yog'in borligi aniqlanganda, uning miqdorini xonaga kirish bilanoq o'lchab olinadi. Idishda qattiq yog'in aniqlanganda, biroz muddat uning issiqxonada eritishi kutiladi. Yog'in erishi vaqtida idish qopqog'i va jumrak pukak bilan uning ichidagi suyuqlik bug'lanib ketmasligi yoki ichiga tomchilar tushmasligi uchun bekitib qo'yiladi. Qattiq yog'in to'la erib bo'lgandan so'ng yog'in miqdori o'lchab olinadi. Buning uchun idish ichidagi suyuqlik jumrak orqali o'lchov stakaniga oxirgi tomchisigacha quyiladi. Hisob ko'rsatkichni aniq olish uchun stakanni gorizontal yuzaga shunday o'rnatiladiki, bunda stakandagi o'lchov bo'limlari aniq ko'rinib turishi kerak. Stakan ichidagi suv sathi stakan devori yonida uning umumiy sathiga nisbatan balandroq bo'ladi. Shuning uchun suv yuzasi bilan havo bo'shlig'i qorayib, bir o'lchov bo'limiga o'xshab ko'rinadi. Stakandagi suv sathi yuzaning ostki qismiga to'g'ri keladi. Stakandagi bir o'lchov bo'limiga 0,1 mm yog'in to'g'ri keladi. Agar yog'in miqdori stakanning 100 o'lchov bo'limidan ortiq bo'lsa,
O'lchov bir necha marta o'tkazilib, har safar suvni stakanga 100 o'lchov bo'limiga yetkazmay quyiladi. Aniqlangan yog'in miqdori ishchi jurnalning tegishli grafasiga qayd etib qo'yiladi. Yo'l qoplamasining holati yuzasidan nazorat meteopostidan uncha uzoq bo'lmagan joyda yo'lning 50-100 metr uzunlikdagi qismida muntazam olib boriladi. Yog'in yoqqanda yoki qoplamada sirpanchiq paydo bo'lganda har soatda sirpanchiq turi, muzlagan qatlama qalinligi aniqlab turiladi. Ishchi jurnalida quruq, toza yoki ho'l qoplama harflari bilan qoplama holati tavsifi. Ishchi jurnalida Q quruq, toza yoki H ho'l qoplama harflari bilan qoplama holati tavsifi keltiriladi. Qishki sirpanchiqni tavsiflashda kuzatuvchi tomonidan muzlama qor sirpanchig'i, bo'sh qor kabi uning turlari aniqlanadi. Olisda joylashgan yo'l qismlarida yuzaga kelgan sirpanchiqning paydo bo'lishi va bartaraf etilish vaqti, xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar mas'ul 50 ta xodim. Olisda joylashgan yo'l qismlarida yuzaga kelgan sirpanchiqning paydo bo'lishi va bartaraf etilish vaqti, xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar mas'ul 50 xodimlar bergan axborotlar asosida ularning familiyasi ko'rsatilgan holda jurnalda qayd etib qo'yiladi. Kuzatuv natijalarini ishlab chiqish va qayd etish. Yo'l meteopostlarida olib borilgan kuzatuv natijalari qo'llanma oxirida keltirilgan meteorologik kuzatuvlarni qayd etish jurnali va yuzaga keladigan qishki sirpanchiqlarni qayd etish jurnali ishchi jurnallariga yozib qo'yiladi. Kuzatuv natijalari yozib olingandan so'ng zudlik bilan tegishli hisob-kitoblarni amalga oshirish zarur. Termometr 0 va 0 dan past ko'rsatkichlarni ko'rsatganda olingan sanoq oldiga minus belgisi qo'yiladi. Termometr 0 gradusdan yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatganda belgi qo'yilmaydi. Ishchi jurnaliga yog'in haqidagi ma'lumotlar o'lchov stakani bo'limlari ko'rsatkichida va suv qatlami qalinligi o'lchamida undan bir aniqlik bilan millimetrda yozib qo'yiladi. Agar suv sathi ikki o'lchov bo'limi o'rtasiga to'g'ri kelsa, ulardan katta qiymati olinadi. Agar suv sathi stakan tubi bilan birinchi bo'lim o'rtasidan pastroqda joylashgan bo'lsa, bo'lim o'rtasi va undan yuqorida bo'lsa, bir hisobi. Agar suv sathi stakan tubi bilan birinchi bo'lim o'rtasidan pastroqda joylashgan bo'lsa, 0, bo'lim o'rtasi va undan yuqorida bo'lsa, bir hisobi olinadi. Agar idishda yog'in bo'lmasa, hech qanday yozuv qayd etilmaydi. O'lchov stakanidagi bo'lim qiymatlarini suv qatlami qalinligining millimetrdagi o'lchov ko'rsatkichiga o'tkazish uchun bo'lim qiymati 10 barobar O'lchov stakanidagi bo'lim qiymatlarini suv qatlami qalinligining millimetrdagi o'lchov ko'rsatkichiga o'tkazish uchun bo'lim qiymati 10 barobar kamaytiriladi, chunki stakanning har bir bo'limi ko'rsatkichiga 0,1 mm suv sathi to'g'ri keladi. Shamol yo'nalishi haqidagi yozuvlar jurnalning tegishli grafasiga bosh harflar bilan yozib qo'yiladi. Shamol tezligi yozilganda shtift nomeri yoki shtiftlar nomerlari va unga muvofiq keluvchi tezlik yoziladi. Masalan, flyuger taxtasi 3 va 5 shtiftlar oralig'ida tebransa, u holda jurnalga 4-shtift va unga muvofiq keluvchi shamol tezligi 8 metr/sekund jadvalga asosan ko'rsatkichlari yozib qo'yiladi. Agar taxta 3 va 4 shtiftlar oralig'ida tebransa, u holda 3-4 yozuvi va 7 mm/sekund shamol tezligi yoziladi. Jurnal muqovasida avtomobil yo'li, yo'llardan foydalanish korxonasi nomi, xizmat ko'rsatilayotgan yo'lning qismi, jurnalning yuritish boshlangan sanasi yozib qo'yiladi. Kuzatuv joyining o'zida olingan natijalarni jurnalning tegishli grafalariga qayd etib qo'yish kerak. Yozuv aniq, tushunarli holda oddiy qalam bilan yozilishi kerak. Zarurat tug'ilganda tuzatish uchun dastlabki yozuvni shunday o'chirish kerakki, o'chirilgan yozuv ko'rinib tursin. Zarurat tug'ilganda tuzatish uchun dastlabki yozuvni shunday o'chirish kerakki, o'chirilgan yozuv ko'rinib tursin. Yonida esa tuzatilgan raqam yoziladi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, meteo elementlar ustidan kuzatuvlar o'tkazilmagan bo'lsa, jurnalning tegishli grafasiga tire belgisi qo'yiladi. Kuzatuv o'tkazilib,
hech qanday hodisa aniqlanmasa, o'zgarish ro'y bermasa, jurnalning tegishli grafalari to'ldirilmay qolaveradi. Har bir kuzatuv o'tkazish vaqtida jurnalning 2-6 grafalari to'ldiriladi. Agar kuzatuv vaqtida yog'in yog'ishi yoki sirpanchiq yuzaga kelishi aniqlansa, jurnalning barcha grafalari to'ldiriladi. Kuzatuvlar o'tkazilishi bilanoq olingan natijalar tahlil qilinib, ishlab chiqilishi kerak. Yo'l korxonasi bosh muhandisi yozuvlarning muntazam va to'g'ri yozib borilishini nazorat etib turishi kerak. Kuzatuv materiallari yopiladigan shkafda saqlanishi kerak. Kuzatuvlar natijalaridan foydalanish. Qishqi sirpanchiq paydo bo'lishining har bir holatida uni bartaraf etishning eng samarali usulini qo'llash haqida qaror qabul qilish uchun yo'l korxonalari qish mavsumi davomida muntazam ravishda radio, televideniya va gazetalar orqali beriladigan ob-havo ma'lumotlarini qabul qilib borishlari kerak. Agar ob-havo ma'lumotlarida yaqin vaqt oralig'ida yoki yaqin kunlarda havo harorati sovib, yog'in yog'ishi kutilayotganligi haqida ma'lumot berilsa, bu ma'lumotlar yog'in boshlanishi va to'xtash vaqtini davomiyligini belgilash uchun kuzatuv olib borishni, yuzaga keladigan sirpanchiqni bartaraf etish chora-tadbirlarini aniqlash uchun media post maydonchasida o'lchov asboblari yordamida kuzatuvlar olib borishni shart qilib qo'yadi. Havo ochiq, yo'lda sirpanchiq yuzaga kelmagan paytlarda meteopostda kuzatuvlar olib borish talab qilinmaydi. Yo'l qoplamalarida sirpanchiq asosan sovuq havo haroratida, qor va yomg'ir yog'ishi oqibatida vujudga keladi. Yoqqan yog'in turiga ko'ra sirpanchiqni bartaraf etish bo'yicha tadbirlar, sepiladigan xloridlar me'yori belgilanadi. Qor yoqqanda sirpanchiqning oldini olish uchun xloridlarni sepish, yoqqan qorni transport vositalari g'ildiraklari bosib qorishtirish orqali bo'sh holga keltirish, qor tozalovchi mexanizmlar bilan qatnov qismini qordan tozalash ishlaridan iborat texnologiya belgilanadi. Qor qochishi bilan paydo bo'ladigan sirpanchiq ham xuddi shu texnologiya bo'yicha bartaraf etiladi. Yo'lda yupqa muz qatlamidan 1-3 mm iborat sirpanchiq yuzaga kelganda, uni faqat xloridlar sepish bilan eritib bartaraf etiladi. Yoqqan yog'in turiga va qo'llaniladigan ish texnologiyasiga ko'ra sepiladigan xloridlar me'yori o'zaro farq qiladi. Misol uchun, qor qochishi bilan yuzaga keladigan sirpanchiqqa xloridlar xuddi shu miqdordagi yog'indan paydo bo'lgan muz ko'rinishidagi sirpanchiqni bartaraf etish uchun sarflangan xloridlardan 5 barobar kam ishlatiladi. Flyuger orqali shamol esishni kuzatish natijalari yo'lni qorbo'ron oqibatida qor bosish ehtimolligini oldindan bilish va uni bartaraf etish ishlarini 2.4 bandda ko'rsatilgan aniqlash imkonini beradi. G'adir-budur sirtli qoplamalarga yog'in o'z miqdorida yoqqanda g'ildirakning qoplamaga ilashish xususiyati o'zgarmaydi. Shunday holatlarda yoqqan yog'in miqdori haqidagi ma'lumotlar xloridlar sepish maqsadga muvofiqmi yoki yo'qligi haqidagi xulosa chiqarishga imkon beradi. Qoplama sirti botiqlarga yoqqan qor qatlami ilashish xususiyatini o'zgartirmasligi tajriba yo'li bilan aniqlanadi. Taxminiy hisoblarga ko'ra, 0.5 mm gacha qalinlikdagi yog'in qoplamaning g'adir-budurlik xususiyatini kamaytirmaydi. Yo'riqnomada yo'l qoplamasida yuzaga keladigan turli ko'rinishdagi qor muz qatlamlarini bartaraf etish uchun sarflanadigan xloridlarning 1 metr kvadrat yuzaga to'g'ri keluvchi me'yori keltirilgan. Ikkinchi jadvalga qaralsin. Me'yor ko'rsatkichi sirpanchiqni paydo bo'lishining har bir holatiga alohida havo harorati va yog'in o'lchagich bilan o'lchangan yog'in miqdoridan kelib chiqib belgilanadi. Buning uchun har bir yoki yomg'ir yog'ishida aniqlangan yog'in miqdorini tegishli havo haroratiga to'g'ri keluvchi me'yor ko'rsatkichiga ko'paytiriladi. Yo'lda va meteopostda olib borilgan kuzatuvlar natijasida aniqlangan materiallar asosida ishlar texnologiyasi va xloridlar sarf me'yori aniqlanadi. Bu ma'lumotlar bevosita ish bajaruvchi xodimga yetkaziladi. Bajaruvchi olingan ma'lumotlarga asoslanib, belgilangan me'yorda xloridlarni sepish yoki quyish bilan yo'lning qor bosgan yoki muzlagan qismiga ishlov beradi. Sirpanchiqni bartaraf etish bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng bajarilgan ishlarning sifati tekshiriladi. Bunda biriktirilgan yo'l qismining qoplamasi boshidan oxirigacha ko'rib chiqiladi hamda talab qilingan va haqiqatda sarflangan muzlamaga qarshi materiallar miqdori aniqlanadi.
Bu ishlarni bajarish yo'l ustasi zimmasiga yuklatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.